Bugungi kunda tadbirkorlarning muammolari nimalardan iborat va ularga qanday ko'mak zarur? Aynan shu masalada Farg'ona tumani soliq inspeksiyasida Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi boshlig'ining kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Yurtimizda kichik va o'rta biznes sohasi ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishga aylandi. Farg'ona tumani soliq inspeksiyasida bo'lib o'tgan uchrashuvda ishbilarmonlar o'zlarining soliq masalasi bo'yicha murojaatlarini bayon qildilar. Bildirilgan murojaatlarning ayrimlariga esa joyida yechim berildi. Qolgan barcha tadbirkorlarning muammo va masalalariga taklif berib, mutaxassislarga biriktirildi. Ushbu uchrashuvda ko'plab tadbirkorlarning muammo va masalalari ko'rib chiqildi. Shaxsan o'zimni ham shu soliq bo'yicha, soliq imtiyozlari bo'yicha masalalarim bor edi. Taklifini aytganimda joyida hal qilib berildi. Buning uchun Farg'ona viloyati soliq boshqarmasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Agar haqiqatan ham fuqarolar bilan mana shunday ochiq muloqotlar ko'p bo'lsa, o'rnida agar masalalar hal bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, har bitta tadbirkorni qiynab turgan oldidagi masalalari hal bo'ladi va keyingi jarayonlarda ham bemalol o'zini faoliyatini yurgizishi mumkin bo'ladi. Mazkur uchrashuvda 2025-yil 1-apreldan soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlarga ham to'xtalib o'tilib, bu boradagi tadbirkorlarning taklif va mulohazalari tinglandi. Shuningdek, tadbirkorlarda uchrayotgan asosiy muammolarning kelib chiqish sabablari va uni oldini olish bo'yicha soliq inspektorlar tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. O'tkazilayotgan uchrashuvlar natijasida soliq to'lovchilarni qiynayotgan muammolardan asosiysi shu kichik va o'rta biznes subyektlarida soliq turini to'g'ri tanlash, ularni soliq solish bilan bog'liq muammolarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan, misol o'sha salbiy oqibatlarni hamda qo'shimcha manbalarni aniqlash bo'yicha o'sha soliq to'lovchilarga qulaylik yaratilyapti. Tadbirda o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik va o'rta biznes hamda yirik korxonalar zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarining bosqichma-bosqich rivojlanish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Ochiq va konstruktiv ruhda bo'lib o'tgan uchrashuvda tadbirkorlar o'zlarining tajribalari, faoliyatini kengaytirish borasidagi rejalari bilan o'rtoqlashdilar hamda zarur tavsiyalarni oldilar. Bu kabi muloqotlar viloyatimizning tuman va shaharlarida davomli tarzda o'tkazib kelinmoqda.